Konferensiyamiz respublika miqyosida olimlarimiz tomonidan juda ham ko'plab olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarining yig'indisi hisoblanadi. Ayniqsa arxeologiya sohasida vohani har bir tumanini olib qaramaylik, o'zi alohida bir tarixga ega bo'lgan jarayon hisoblanadi. Ana shu jarayonlarni biz asta-sekin o'rgandik, tadqiqotchilarimiz o'rgandi va ulardan olingan bilimlar, ilmlar biz amaliyotga ham tatbiq etamiz. Uni talabalarimiz uchun ham ma'ruza sifatida o'rganamiz, o'rgatamiz. Konferensiyaning asosiy maqsadi Toshkent vohasining qadimiy va zamonaviy tarixini ilmiy asosda o'rganish, mavjud arxeologik va tarixiy merosni chuqur tahlil qilish, yosh tadqiqotchilarni ilmiy faoliyatga keng jalb qilish hamda hududning tarixiy madaniy turizm salohiyatini oshirishdan iborat bo'ldi. Shuningdek, Toshkent viloyati tarixida so'nggi yillarda amalga oshirilgan izlanishlar va ularning natijalari muhokama qilindi hamda istiqboldagi ilmiy yo'nalishlar va vazifalar belgilab olindi. Dunyoning juda ko'pchilik mamlakatlardan kelayotgan turistlar Toshkent vohasiga alohida qiziqish bilan qarayapti. Ayniqsa uni go'zal o'sha so'lim tog'lari, bog'lari va u yerda juda ham katta tarix yotibdi. Mana shu tarixni o'rganish bugungi konferensiyada ham alohida ta'kidlandi. Yoshlarimiz, yosh olimlarimizga ham alohida tadqiqot obyektlari qilib berilgan, uni tarixi o'rganishga alohida e'tibor berilgan va bu sohada ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishga harakat qilishyapti. Mazkur anjuman tarix fanining nazariy va amaliy jihatlarini uyg'unlashtirishga xizmat qilgan holda zamonaviy ilmiy metodologiyalar asosida olib borilayotgan tadqiqotlar